iftorlikni tayyorgarchilikni boshlaganmiz. Shef povurimizni mashhur Assalomu alaykum. Jasurjon, bugun nima menyuda xudo xolasa? Inshaalloh mamparmani zagotovkasi bo'lyapti. Osh toshkencha inshaalloh. Cho'tki qilamiz inshaalloh. Necha kishiga? Mo'ljal necha kishiga bo'lyapti? 150, seri 180 inshaalloh. Toshkentskiy mamparli ham mana как положено, mana katta qozonda pishyapti. Xudo xolasa mana og'iz ochishga ozgina vaqt qoldi. Bu yerdan akalarimiz bilan osh qaraylar. Assalomu alaykum. Osh tayyor, kelinglar tezroq. Nima deyapti bu? Bom deyapti. Bombochka deyapti inshaalloh. Bu damlo Mampar harakati bo'lyapti. Assalomu alaykum. Bu do'stimiz Ma'rifjon. Ashhadu an la ilaha illalloh. Mana bu yoqqa qo'yib. Vatanni sog'inganda mana oshlarga nima yetsin? Telefonga tushib ketmadi. Tinchlikda, omonlikda, yaxshilik kunlarda uchrashishga nasib qilgan Allohu akbar.